boshqatdan. Ism familiyasi, tanishtirib. Gapiring, necha mana o'chirdim nima. Hozir anaqa qolsamchi keyin Yo'q, bizlar to'liq aytishim kerak edi, baribir. Bilmaysizmi? Bilaman. Ha, bo'ldi. Baribir endi konkretni hozir bitta anaqasiga prosesni yaxshi anaqasini aytmasangiz ham bu bola keyin nechadan beri tarbiyalanyapti. Kelganda holat qanaqa edi? Misol yura olmasdi, faqat yotardi. Hozir ham yura olmaydi, endi ancha sal o'tira oladi. Bugun hozirgi holatini misol tushuntirsangiz, agar kelganda misol gaplariga reaksiya bildirmasdi, balki hozir bildiryapti. Tipa shunaqa hozirgi holatini aytib bersangiz bo'ladi. Davron Muhammad Aziz 6 yoshda, imkonga kelganiga hozir 2 yil bo'ldi. Muhammad Aziz imkonga kelganda bizga yaxshi yura olmasdi. Uni tashxisi bolalar serebral falaji bilan kasallangan. Tashxis bilan kelgan. Umuman harakati yo'q edi. Kelganda motorikasi umuman past edi, yirik va mayda motorikasi yaxshi rivojlanmagandi. Hozirda mana stulda o'tirib o'zi vazifalarni bajaryapti. Nutqi yo'q edi umuman. Hozir nutqlari bor, so'z boyligi ancha ko'payib qoldi hozir. Yaxshi rivojlanib boryapti. Qo'l motorikasi ham. Kelganda umuman o'tira olmasdi. Hozir mana o'tirib vazifalarni bajaryapti. Siz hozir bu yerda bolalarga ham aytaylik, nima deydi, shifokorlar, ham psixologlar, ham tarbiyachilar, hamma hamkorlikda ishlaymiz, hamkorlikda. Reabilitatsiya markazi ku bizaniki, hamma mana psixologlar ishlashadi, massaj, parafin, fizicheniyalarimiz bor, matamet bor. O'sha hamma hamkorlikda ishlaganimiz natijalarida. Bolani oilasi bilan qilishadi. Bu yerda yotib qolib nima qilishadi? Bu yerda yashashadi. Bularning oilasi bilan qanaqa? Oilasi bilan ham yaxshimiz. Ota-onasining e'tibori qanaqa? Ota-onasi e'tibor berishadi, yaxshi. O'zi bir yangi yo'ldan kelishgan. Vodiydan. Mana shu turishib Qibray rayonida bolasi uchun imkonga joylashtirib, ota-onasi ham bu bilan birgalikda ishlashyapti hozir. Qanchada keladi? Qanchada? Har kuni kelishadi. Har kuni kelib ko'rib ketishadi. Olib ketib kelishadi, bog'cha ko'p bizaniki. Ha, bu yerda qoladiganlar ham bor, yashaydiganlar ham bor. 5 kunlikda bizaniki. Shanba yakshanba ketishadi, dushanba kelishadi, juma kechkiga ketishadi. O'zingiz ism familiyangizni aytib o'ring. Tursunov Nojat Abdurahmonovna, 4-guruh tarbiyachisi. Mutaxassisligim tarbiyachi, o'rta maxsus ma'lumotga egaman. Ish tajribam 30 yil. Yaxshi, rahmat. Necha yoshda, qanchadan beri kelasiz? Diktofonga keyin o'zim eshitish uchun yozib oldim. O'g'lim 10 yoshda, Hikmatullayev Abdurahmon. 5 yildan beri qatnaymiz. Bog'chasiga kelgan. Hozir reabilitatsiyaga kelamiz. Ancha o'zgarishlar yaxshi. O'tirishni boshlagan, bo'dalarini tutish boshlagan. Yaxshi gapiradi, nutqlari bor. Natijalar yaxshi bo'lyapti. Har kuni olib kelasizlarmi? O'z mashg'ulotlarda o'zingiz shu yerda bo'lasiz. Shu yerda yonida bo'lamiz, birga qatnashib, darslarimizni o'tib. Aka-opalari bormi? Ha, ikkita opasi, bitta singlisi bor. Akam yo'qlar. Akasi, ikkita opasi, singlisi bor. Kemadam bo'lar. Kemamnaqim bo'lar. Siz ismingiz? Rahmatullayeva Umida. Siz aytib bering, o'g'lingiz haqida Nasirbayev Alimurod. Shu bog'cha yoshidan 4 yil bog'chaga qatnadik. Endi bog'cha yoshimiz tugagandan keyin reabilitatsiyaga kelamiz. Yaxshi natijalar yaxshi. Bog'chalarimiz yaxshi, bog'cha opalari ham yaxshi, reabilitologlar hammasi yaxshi. Necha yildan beri kelyapsizlar? 4 yil bog'cha. 4 yil bog'cha, 1 yil reabilitatsiya, 5 yildan oshtirish kelgan. Natija yaxshi. Sizni familiyangiz? Hasanova Feruza. Siz ham ozgina gapiring, o'g'lingiz haqida. Karimjon Muhammad Mustafa Davronbek o'g'li. Biz ham reabilitatsiya 5 yildan beri kelamiz. Rezultati rosa yaxshi. O'zi turadi, gapirishga endi dada deyapti, mustaqil ovqat yeydi. Xursandman shunchalik bo'lganiga, hammalariga rahmat. Aka-opalari bormi? Opasi bor.
Opalari bilan o'ynaydilar. opasi bilan o'ynaydi, jiyanlarim bilan o'ynaydi. Siz ham birga kelib, Birga kelib, birga ketamiz. Rosa yaxshi ko'radi uydagilarni. siz ham siz familiyangiz. Men Tojiboyeva Dildora. Namangan viloyatidan kelaman. Ha, Namangandan kelasiz. Namangandan kelaman. Qizingiz o'zi ismlarini va necha yoshdalar o'sha gap. Qizim ismi Fatima, bu egizak tug'ilgan. Yoshi 6 yoshda hozir. Bizada shu 5 oyligidan bilib qolganmizda kasalligini, bu boshini tutolmagan o'zi. Ikkiga nutq umuman yo'q bo'lgan, o'tirishga umuman nima bo'lmagan. Sekin-sekin doktorlarga borganmiz. Bir 10 tadan shu davlatga analizni yuborganman. Angliya, Turkiya, Xitoyga, keyin Isroilga, ancha davlatlarga yuborilgan. Hammasi tashxisi shu faqat reabilitatsiya degan buni. Boshqacha yo'li yo'q degan davosi. Keyin bitta ochilib qolgan. Baxtimizga shu 2022-yildan beri chetga kelamiz. Boshida anaqa sekin boshini tutishni o'rgandi, keyin o'tirishni o'rgatishdi. Bitta qadam tashlashni o'rgandi. Hozir alhamdulillah Xudoga shukr, mana hozir yuribdi уже. Endi Xudo xolasa nutqini ham yana chiqarib olsak, Xudo xolasa Bo'yicha natijalar yaxshimi? Sekin-sekin bo'lyapti. Sekin-sekin bo'lyapti. Ada, oyi deydi, uka deydi. Bir 10-15 ta so'zi bor. Aka singillari bormi? Ukasi bor. O'zi kattasi Fatima Zuhra. Bu Fatimaxon, Zuhra singlisi u yaxshi, Xudoga shukr. U bog'chaga boradi. Ukasi Karim yosh, u ham yaxshi, Xudoga shukr. Juda ham yaxshi. O'zingiz tanishtirib. Men ismim Sadriddin, familiyam Nizamov. Yoshingiz necha? Yoshim 39da. Yosh ko'rinarkan. Sadriddin aka Ilhomjondan ishlayman qursaman. Ruxsat bersangiz, sizni qizingiz hikoyasini saytimizga yozaman. Ha, bemalol. Rahmat sizga. Boshqalar ham balkim bizga o'xshab keyin xolis. Biz DTP, diskintический. Anaqanimiz ochilganda keldik. Birinchi ochilganda keldik. Shu bog'chani bitirdik. Bu yoqqa mana reabilitatsiyaga kelamiz har doim. Hozir 11 yoshda uy ta'limida 4-sinf bitirdik. Bu yoqqa kelamiz, o'zgarishlarimiz bo'ladi. Sal kasal bo'lib qolsa yana orqaga qaytadi. Shunga tinmay kelaveramiz. O'g'lingiz ismlari nima? Husan, Husan, siz ismingiz? Shahnoza. Shahnoza juda ham kuchli ayolga o'xshab ko'rinasiz. O'g'lingiz ham juda ham baxtli. U juda anaqa. Shu sal kasal bo'ldik, shunga sal tonus kuchaydi. Bo'lmasa rosa yaxshi natijamiz bor edi. Shunga. Aka opalari bor. Ha, Hasan bor, ikkita opalari bor, ha, bemalol. Egizakmi ular? Egizak, Husan, ha, Hasan bor. Ikkita opalari bor. Uyga boramiz, o'rtoqlari ham bor. Ustozlar keladi uyga, uy ta'limi qilib. Har kuni o'zingiz olib kelib, o'zingiz olib ketasiz. Ha, har doim. O'zingiz nazorat. Ha, ertalab obedgacha maktab, uy ta'lim keladi, keyin obeddan keyin bu yoqqa kelamiz. Ertalabgacha ta'lim, obeddan keyin davolanish. Reabilitatsiya. Har doim bu yoqqa. Tarbiyachilari qanaqa? Yaxshi, zo'r. Hammasi. Imkonda nima bo'ldi? Qanaqa davolanish jarayoni, o'tga registratsiya qilish jarayoni, o'zingiz qayerdan kelasiz? Chirchildan kelamiz. Registratsiya qilishdimi? Registratsiya qilish yo'q, bemalol. Tarbiyachilar. Tarbiyachilar zo'r, gap yo'q. Boshida rosa qo'rquvdim, qanaqa beraman, unaqa bola o'tira olmaydi-ku, faqat gapiradi. O'tira olmaydi-ku, lekin rosa zo'r. Oxiri iltimos qiluvdik, yana qoldiringlar bog'chaga deb. Rosa zo'r lekin. Yerda. Tarbiyachilarga ishonib topshirib ketdingiz. Ha, ishonib bemalol. Boshqalarga ham aytaman, har doim bemalol. Zo'r. Familiyangiz yana bir marta ayting. Nimani? Familiyamni? O'zingiz. Rafiqova Shahnoza. Nima demoqchingiz gapingizni? Bu o'zi gapiradi-da, shunga hammasini aytib beradi. Qanaqa, nima qilishadi, nima berishadi, hammasini aytib qiladi. Lekin zo'r. Hammaga ham aytaman. Mayli, xo'p, sog' bo'ling. Ruxsat bersangiz, saytimizga chiqaman. Xo'p. Assalomu alaykum. Men Ulug'ova Ozoda Musinovna, Imkon reabilitatsiya markazi rahbariman. Bizning tashkilotimiz 3-dekabr 2021-yilda ochilgan. Lekin Imkon markazi respublika bo'yicha 4 ta. Birinchisi 19-yilda Nukus shahrida ochilgan, ikkinchisi 21-yil bizlar ochildik. Keyin Zarafshon shahrida 3-chisi ochilgan, ya'ni uning nomi Imkon Mazar Umid va 4-chisi Qarshi shahrida ochilgan. Bizning markazimizda ko'rib turganlaringizdek, ikkita bo'limdan iborat.
demak maktabgacha ta'lim tashkiloti ya'ni bog'chalarimiz bor. Bog'chada 150 ta bolaga mo'ljallangan o'rindiq, reabilitatsiya bo'limimizda 80 tadan 100 tagacha butun respublika bo'yicha bola qabul qilinadi. Bog'chamizda bolalarni bizlar 2 yoshdan 7 yoshgacha, reabilitatsiya bo'limimizda 2 yoshdan 18 yoshgacha bola qabul qilamiz. Muolajalarni ham bizlar bog'chada bolalarini, demak bizlar kunning birinchi yarmiga to'liq reabilitatsiya kartalari tuziladi va davom muolajalari olib boriladi. Reabilitatsiya markazimizga obeddan keyin to'liq muolajalar qo'yiladi. 1 oy davomida oyning boshidan oxirigacha to'liq hamma muolajalar olib boriladi. Ikkala bo'limda ham muolaja to'liq bepul olib boriladi. Natijalar qanaqa o'tgan yilga? Tak, natija mana bizlar endi ochilganimizga 4 yil bo'lgan bo'lsa, bizani mana ko'rib turganlaringizdek, mana bu yerda bizani birinchi qaldirg'ochlarimiz chiqib ketgan deymiz. 97 ta bola bizga уже maktabga chiqib ketganlar. Ulardan 35 tasi ommaviy maktablarga yo'naltirildi. 37 ta bolamiz maxsus maktabga borgan, qolgani uy ta'limi maktabiga borishgan. Lekin bizda ochilganimizdan beri mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, reabilitatsiya markazimizga mana LFK xonalarimizni ko'rsangiz, jihozlarini ko'rsalaringiz, bizda jihozlarimiz Velika Britaniya, Amerika, Koreya, Rossiya, mana Polshadan olib kelingan jihozlar bilan jihozlangan. Yurmaydigan, nimada aqli zaiflar, keyin tayanch harakatiga nuqsoni bo'lgan bolalarga mo'ljallangan bu zalimiz bilan instruktorlar to'liq ish olib boriladi. Mana bizda ochilganimizdan beri 50 tacha bolamiz o'zi mustaqil yurishga ega bo'lgan. 70 tadan ortig'i o'zi mustaqil o'tira oladi, boshini tura oladi, chaynash, yutinish reflekslari paydo bo'lgan. O'z-o'ziga xizmat qilish naviklarini bizlar imkon darajasiga olib chiqdik. Mutaxassislar haqida gapira olasiz? Mutaxassislar qanchasi oliy ma'lumotli, qanchasi Birinchi mutaxassislarga gapirib beryapsiz. Tak, bizda mutaxassislarimiz asosan mana pedagoglarimiz alohida, tibbiy xodimlarimiz bor, LFK instruktorlarimiz bor. Pedagoglarimiz ham, tibbiy xodimlarimiz ham asosan oliy toifali va birinchi toifalilar. LFK instruktorlarimiz razryad bilan, ikkinchi, uchinchi razryad bilan ishlaydi. Hamma bizda mutaxassislar o'z ustiga ish olib borishadi. Bizda rahbariyat tomonidan, yana bizda nimalardan chetdan jalb qilinib, bizning malakalarimizni mana Rossiyada, Xitoyda malaka oshirib kelib o'z ustiga nima olib borishyapti. Adashmasam xorijiy mutaxassislar kelib ulardan xorijdan ham kelib o'tib bizlar bilan nima almashyapmiz. Tajriba almashyapmiz. To'g'ri. Так, Ulug'ova Ozoda Mushinovna, imkon rahbari. Jizzaxda bor dedingiz, Qarshida bor. Yo'q, Jizzaxda demadi, Zarafshonda bor, Qarshida, Toshkentda va Nukusda. Nukusda bor. Ular birinchi Aziz do'stlar, Ay xudo. tanishlaring bugun va to'ylaymanki jihozlaringga farq qilmagansizlar. Bilasizlarmi, eng faxrlanadigan loyihalardan biri, birinchi loyihalarimdan deb aytsam ham bo'ladi. Men mana shu nafaqat o'zini vaqtini, nafaqat o'zini ishini va qalbini berib ishlab turgan pedagoglar bilan faxrlanaman, katta jamoa bilan faxrlanaman. Bolasi bilan ushbu sentrga kelib, bolasi bilan birma-bir qadam bosib kelib turgan ota-onalar bilan faxrlanaman. Va albatta har kuni bizga samimiylikni o'rgatib kelayotgan farzandlarimiz bilan faxrlanaman. Yo'q, sizga bugun sizlarni chaqirib nima qilganimiz, men bugun anchadan orzu bo'lib kelgan bitta orzuyimni sizlarga ko'rsatmoqchiman, sizlar bilan bo'lishmoqchiman desam ham bo'ladi. Bu imkon reabilitatsiya sentrimizni biz yangi O'zbekistonda hamma hududlarida bo'lishni men har doim niyat qilib kelardim. Bilasizlarmi, imkonda qurish bu bitta narsa, lekin ichini yaxshi jamoa bilan, kadrlar bilan to'ldirish eng o'ta qiyin nimasidir bizni. Hozir mana biz loyihamizni boshladik. Samarqandda Xudo xolasa kuzda yangi imkon ochiladi va bugun sizlar bilan birga 4 ta yana imkonda ochilishi, qurilish masalasini ochib sizlarga ko'rsatmoqchiman. Sizlar bilan bo'lishmoqchiman shunda. Давайте вместе откроем, вместе запустим наш проект, потому что на самом деле сегодня я могу это исполнение моей мечты. Сегодня мои мечты начинают исполняться, первые шаги
Спасибо, что вы все сегодня с нами. Мне очень приятно на вас всех смотреть. Я вижу у вас глаза, вы удивленные, счастливые, вы, я знаю, что впечатленные. Спасибо вам. Шахназ Шавкатовна, спасибо вам большое за ваши теплые слова. Благодаря вам, благодаря этому проекту, многие родители не чувствуют себя одинокими.